Hammaga salom, darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsda VS Code'ni va Golang dasturlash tilini kompyuterimizga o'rnatib olamiz. Kelinglar, VS Code o'zi nimaga kerak va Golang dasturlash tili nimaga kerak? Ozgina tushuncha berib o'taman. VS Code bu oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu bizni text editorimiz, ya'ni biz kodni qayerdadir yozishimiz kerak. Ya'ni shu kod yozishimiz uchun bizga qulay va ishimizni tezlashtirib beradigan dasturlash muhiti kerak bo'ladi. Aynan VS Code bizda shu vazifani bajaradi va kodimiz yozilishi osonroq bo'lishi uchun va tezroq bo'lishi uchun shu turdagi text editorlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. VS Code'dan boshqa Sublime Text yoki Golang, JetBrainsga tegishli boshqa turli xil turdagi text editorlar ham bor, lekin aynan shu VS Code juda ham ko'p dasturchilar ishlatadi. Sababi birinchisi open source, ya'ni ochiq, ya'ni skachat qilsangiz bo'ladi, pul to'lashingiz shart emas va juda ham ko'p dasturchilar ishlatgani uchun YouTube'da yoki Google, umuman internet tarmoqlarida bu haqida ma'lumot juda ham ko'p. Qayerdadir qanaqadir muammo bo'lib qolsa, ishlamay qolsa yoki tushunmay qolsangiz, qidirib bemalol topib, savolingizga javob topib ketsangiz bo'ladi. Undan keyin shaxsan Golang dasturlash tilini o'zi kerak bo'ladi bizga. Sababi biz kod yozganimizda kodimizni kompyuterimiz tushunmaydi. Aynan shu yozgan kodimizni kompyuterimiz yaxshi tushunishi uchun bizga shaxsan shu Golang dasturlash tilini o'zi ham kerak bo'ladi. Misol uchun Golangda fmt println degan metod bor. Aynan buni yozsak, kompyuterimiz o'zidan o'zi bilmaydi. Agarda Golang dasturlash tili o'rnatilgan bo'lsa, biz buni yozib run qilsak, kompyuterimiz boradida, bu Golangda yozilgan deydi, keyin Golang tilida tushunishi boshlaydi va bizga Golang dasturlash tilidan text editorimizga respons, ya'ni javob qaytadi. Shu tariqa dasturimiz ishlab ketaveradi. Xo'p, kelinglar bo'lmasa, birinchi bo'lib VS Code'ni o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun biz brauzerimizga shunchaki VS Code download deb yozamiz, bo'ldi. VS Code download deb yozganlardan keyin shu birinchi silka chiqadi, shunga kirasizlar. Bu yerda o'zingizlarning operatsion sistemalarga mosini tanlaysizlar. Windows ishlatsangiz Windows yoki Linux ishlatarsiz, balki Linux tanlaysiz, xohlasangiz Mac ishlatsangiz macOS tanlaysiz. Menda Mac bo'lgani uchun men Mac tanlab o'taman. macOS o'rnatilish jarayoni juda ham oson, ya'ni zip faylni skachat qilasiz va uni arxivdan chiqarsangiz bo'ldi, sizda уже VS Code tayyor bo'ladi. Windowsda esa shu yuklab olish tugmasini bosganingizda sizga installer, ya'ni exe faylni skachat qilib beradi. Aynan shu skachat qilib bergan exe faylni ochib, установить qilib yuborsangiz, ya'ni o'rnatsangiz, sizda o'zidan o'zi shu sizda ham shu VS Code tayyor bo'ladi. Ya'ni o'ta murakkab narsa yo'q. Dali tugmasini bosib turasiz, bo'ldi. Linuxda bu ssenariy sal boshqacharoq, unda terminal orqali o'rnatiladi va Ubuntu yoki boshqa turdagi Linux shunga bog'liq. Linux bo'yicha o'rnatish uchun aynan shu VS Code saytining o'ziga kirib, shu dokumentatsiyasini ham bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda menda macOS bo'lgani uchun Mac'ni bosaman va bu yerda mana o'rnatilish dokumentatsiyasi va boshqa turli xil narsalar ham bor. Mana get startni bosaman. Bu yerda tutorial bor. VS Code ochganingizdan keyin qanaqa qilib ishlatish, qaysi qism nimalarga javob beradi. Shu yerda mana setup ham bor. Mana Linux bo'lsa, shu yerda ko'rsatib o'tilgan. Agarda macOS bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan qanaqa o'rnatish. Windowsga ham bor. Shu yerdan ko'rib bemalol inglizcha tushunsanglar, inglizcha o'qib bemalol o'rnatib ketsanglar bo'ladi. Inglizcha tushunmasanglar, brauzer tepasidan shunchaki tarjimoni yoqib, rus tili o'zbek tiliga tarjima qilib bemalol ishlatib ketishingiz mumkin. Xo'p, VS Code'imiz bizda skachat bo'ldi. Skachat bo'lgan VS Code'ning oldiga boramizda, uni arxivdan chiqarib olamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizda VS Code bizda arxivdan chiqdi. Endi uni olib shunchaki menyuga dasturlarni orasiga qo'shib qo'yamiz va bo'ldi, hammasi tayyor. Xo'p, VS Code tayyor bizda. Endi undan keyin shaxsan Golang download deb qidiramiz va birinchi chiqqan link, ya'ni silkaga shundoq kirsanglar,
Bu yerda ham yuklab olish tugmasini qo'yib qo'ygan. Bu yerda mana download 1.25.tur. Bu hozirgi Golangning eng oxirgi versiyasi, stabilniy versiyasi. Sizlar videoni keyinchalik ko'rayotgan bo'lsanglar, bu versiya sonlari sizlarda o'zgargan bo'ladi. Lekin shu eng oxirgi versiyasini bemalol sketchat qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda mana Mac uchun M chipi uchun va Intel chipi uchun yozib qo'ygan. Mana Intel deb yozib qo'ygan. Agarda sizlarning Mac'inglar Intel chipida bo'lsa, mana shuni sketchat qilasizlar. Agarda Mac'inglar M chipli bo'ladigan bo'lsa, mana ARM sketchat qilasizlar. Windows bo'lsa buni sketchat qilasizlar, Linux bo'lsa buni. Menda Mac M chip bo'lgani uchun mana bunisini yuklab olaman. Xo'p, mana Golang tilini ham yuklab oldik. Endi uni shunchaki ochasizlar. O'rnatilish jarayoni, ya'ni aytib o'tganimdek, bir xil. Windowsda ham, Macda ham bir xil. Windowsda exe bo'ladi, Macda boshqacha fayl bo'ladi, lekin o'rnatilish jarayoni osongina. Продолжить и установить qilaman. Parolimni teraman, bo'ldi. Menda Golang uстановка bo'lish boshlandi. Xo'p, mana Golang dasturlashtirilishini ham o'rnatib oldik. Bizda VS kodimiz tayyor, Golang dasturlashtirishimiz ham tayyor. Xo'p, VS kodni o'rnatib oldik. Endi uni ochib olamiz. Men VS kodni ochib oldim va kodni ekranga qo'yib oldim. Mana bu shaxsan bizda shu VS kodimizni o'zi. Kelinglar bir chekkadan buni ozgina o'rganib chiqamiz. Xo'p, tepa qismi chap tomonda VS kodda bizda mana birinchi o'rinda Explorer turadi. Bu ya'ni fayllarimiz shu yerda ketma-ketligi turadi. Ya'ni bu yerda faylimizni ochsak bo'ladi yoki proyekt ochib, yopib, GitHub yoki Gitlardan repozitoriyalarimizni klon qilib olsak bo'ladi. Ikkinchi qismida esa search qismi bor. Ya'ni proyektingiz keyinchalik katta bo'lib ketganda siz uni ichidan nimanidir topishga juda ham ko'p vaqtingiz ketib qolishi mumkin. Aynan shu yerga yozib, bitada topib olsangiz bo'ladi. Undan keyingisi esa ya'ni shu GitHubni boshqarish uchun, ya'ni push commitlaringiz, merge'laringizni bu yerda kontrol qilsangiz bo'ladi. GitHubga proyektingizni ulab qo'ysangiz. Undan keyingisi debug qismi, ya'ni proyektingiz keyinchalik debug qilishingiz kerak bo'lib qolganda aynan shu bo'limdan foydalansangiz bo'ladi. Dasturingizdagi shu xatoliklarni yoki featurlarni topishga. Va undan keyingisi extension bo'limi. Aynan hozir bizga kerakli bo'lgan bo'lim mana shu yerga Golang deb yozib, shu yerda hozir Golang Tools chiqadi. Noto'g'ri yozibman. Golang Tools chiqadi. Mana shu toolsni o'rnatib qo'yishingizni tavsiya beraman sizlarga. Ya'ni VS kodimiz Golang dasturlashtirildi yaxshiroq tushunishi uchun va qulayroq ishlashimiz uchun. Xo'p, menda hozir bu yerda bu o'rnatib bo'lingan. Sizlarda mana bu yerda install tugmasi bo'ladi. Shuni bossanglar o'zi uстановка bo'ladi. Xo'p, undan keyingi oxirgi bo'limimiz bu chat. Ya'ni bu yerda sun'iy intellekt chati bor. Shu yerda mana chatni yozishib, xuddi ChatGPT ga o'xshab yozishib, proyekt qilsanglar bo'ladi. Men hozir buni sizlarga tavsiya bermayman. Chunki bu qachonki dasturlashtirilishini yaxshi, mukammal o'rganib, bemalol shu chatsiz ishlashni boshlay olsangiz, keyin bundan foydalansangiz bo'ladi. Hozir bu faqat o'rganishimizga xalaqit beradi. Undan keyingisi o'ng tomon qismida bu bizga shunchaki yordamchi. Mana panelni yopib ochsa bo'ladi. O'ng tomonda mana chat. Bu yerda ham chatni ochib yopsa bo'ladi. Keyingi qiladigan birinchi ishimiz mana bu yerda terminal bor. Shu yerda new terminal qilib olishimiz kerak. Windowsda ham bunaqa tepada chiqmaydi. Adashmasam Windowsda VS Code o'zi tepada qismida bo'ladi. Shu yerdan terminal tanlab, new terminal qilsanglar, sizlarga mana bu yerda pastda terminal ochiladi. Bu terminal bizga nimaga kerak? Terminal o'zi nima desanglar, terminal bu turli xil komandalar orqali shu kompyuterni boshqarsa bo'ladi yoki dasturimizga yoki dasturlashtirilishimizga turli xil buyruqlar bersak bo'ladi. Aynan shu yerga hozir biz birinchi bo'lib go deb yozib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Nimaga yozishimiz kerak? Go deb yozganimizda bizga mana shu turdagi yozuv chiqsa, ya'ni bu yerda aytayotdiki, sen go ni o'zini ishlata olmaysan, u bilan qo'shib birgalikda mana bu komandalarni ishlatsang bo'ladi deb komandalarni listini, ya'ni ro'yxatini chiqazib beryapti. Bu yerda turli xil komandalar bor: run, debug, list, version,
juda ham ko'p komandalantiruv. Shu yerdan bizga aynan version kerak bo'ladi. Va yozaman go version deb yozganimda mana bu yerda mana ko'rdinglarmi, menda go version doti 1.25 chiqyapti. Agar sizlarda ham shu yozuv chiqsa, bilinglarki, sizlarda Golang muvaffaqiyatli o'rnatildi va undan keyingi etaplarga bemalol o'tsanglar bo'ladi. Tabriklayman. Agarda bu yozuv chiqmagan bo'lsa, ya'ni sizlarda Golang o'rnatilish jarayonida qayerdadir xatolik bo'lgan bo'ladi. Aynan nimadir yaxshi o'rnatilmay qolsa yoki tushunmagan bo'lsanglar yoki qayerdadir xatoliklar chiqayotgan bo'lsa, bemalol o'zimga yoki shu videoni kommentariyasiga yozsanglar bo'ladi. Sizlarga albatta yordam berib boraman. Shu bilan bugungi darsimizni tugatsak bo'ladi. Ya'ni bugun VS Code ustanovka qildik. Unga Golang Tools extension ham o'rnatib oldik. Hamda shaxsan Golang dasturlash tilini o'rnatdik va uni terminal orqali tekshirdik. Agarda